Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda internetda trendga aylangan trifle shirinlikni tayyorlaymiz. Har doimgi dincha soma tushganda videoning oxirida aytib o'taman. 6 tuxum, 3 qoshiq shakarni mikserde akarincha tirillatamiz. Tayyor bo'lgan massa 4 qoshiq kakao, 140 gram un, 1 kichkina qoshiqda razgretib solamiz. Sitadan o'tirib yaxshilab aralashtiramiz. 40 gram sariyog' yo margarinni ertamizdan un ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massani duxovkada pishirib olamiz. Tayyor bo'lguncha kremni o'tib olamiz. Krem uchun tvorожный sir, saxarniy pudra, qaymoq, ozgina moloko kerak bo'ladi. Uni mikserde yaxshilab tirillatamiz. Kremni retseptini opisiyada yozib qoldiramiz. Salamni o'tib ko'ringlar, yomon maza beradi ekan. Biskvit ham pishib chiqdi. Biskvitni ozgina sovutamizdan blenderda yaxshilab videodagidek etib maydalaymiz. Maydalangan biskvitni 5 idishga bo'lamizdan qoshiq bilan ustidan yaxshilab bosib tramovka etib chiqamiz. Kofe yutamiz, qora kofe bo'lishi kerak. 1 qoshiq kofe, 1 stakan suv solamiz. Kofeni sovutib, biskvitni ustidan 2-3 qoshiqdan solib chiqamiz. Yana mazali bo'lsin dedikdan banan bilan klubnikanani taxlab oldik. Ustidan zutgan kremimizni yoyib chiqamiz. Idishlarni холодильникga qo'yib turamizdan plisni shokoladni eritib olamiz. Biz 2 xil shokoladdan foydalandik, ham молочный, ham chorli shokoladdan foydalandik. Sizlar xohishiga ko'ra foydalansangiz mumkin. Shu bilan trifle ham tayyor bo'ldi. Triflening bahasi bizlar 150 ming so'm. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yo'qotgan vaqtingiz aziz bo'linglar.